Assalomu alaykum. Toshkent shahar Chorsu gul bozori, gul ishqibozlari yaxshimisizlar? Tuzumsizlar, xonadoninglar tinchmi? Charchab qolmayapsizlarmi? Mana bugun bizga chiroyli ro'zalar kelgan, karlikvi. Bularni bo'yi baland bo'lib ketmaydi. Bunaqa nima desam ekan? Oddiy atirgulga o'xshab baland bo'lib 1 metrdan oshib ketmaydi. Bularning eng baland bo'lgani 50 sm bo'lib, chiroyli bo'lib ochiladi. Bularning ranglariga keladigan bo'lsak, mana bunaqa rozovisi bor. Bardovisi bor. Gullari juda ham chiroyli. Mana bu yerda oq rangi bor. Oqlari ham bir-biridan go'zal. Mana bu yerda saru rangi bor. Sarulari ham vashshasi. Mana bu yerda rozoviyani, mana ochilganroq varianti. Mana bu yerda oranjviylari bor. Bular narxiga keladigan bo'lsa, narxi 20 mingdan. Sizlarga 18 ming narxi beramiz, chiroyli qilib. Toshkent shahariga Yandexdan pochta qilib, dostavka qilib chiqarib beramiz. Kartasini pulini kartaga tashib beraverasizlar, bemalol, bexacholat. Hop, telefon nomerimizni eslatib o'tamiz. 99 815 23 50. Bemalol telefon qilaverasizlar. Hozir men oldimga obunachimizga keluvdilar. Mana bunaqa buyushi ro'za olib bering deb. Mana buyushi ro'zalar olib berdik. Mana bunaqalarini qaranglar. Mana narxlarini juda ham zo'r qilib skidka narxlarda qilib berdilar. Juda ham zo'r. Mana ko'ryapsizlar. Hamda sarulari. Hamda bardovisi. Mana shu yerda hozir 4 ta buyushi ro'za bo'ladigan bo'lsa, 4 to'lovini 600 mingga qilib berdilar. Почти 150 mingdan. Qaranglar, o'zlari dehqon bo'lganlari uchun. Mana bunaqa qilib vashshasalarga menga yoqdi. Menga ham beradilar. Mana shuni ekaman men uyimga. Xudo xolasa. Mana qaranglar, juda ham go'zal. Mana bu yerda spreylarimiz bor. Mana sprey ro'zalarimiz. Bu ham juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Xonadoninglarni ko'rkka ko'rk qo'shib turadi. Juda go'zal-da go'zal. Rayhonlarimiz bor. Mana 2000 dan. Juda ham zo'r narsalarimiz. Hozir mana dudani o'zlariga olib boraman. O'zlari sekin sizlarga bafurchish tushuntirib beradilar. Mana joyimga kelsanglar, men o'zim ko'rsatib olaman. Mana dudani joylari. Mana bunaqa neobычный atirgullar. Ko'ryapsizlar. Mana bu kubanskiy atirgul bo'ladi. Bu sprey short anaqasi. Shtampiyu sorti. Mana juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Hozir o'zlari namoz o'qiyotgan ekanlar. Men o'zimcha bunday video olib turamiz dedik. Keyin videoni qisqa muddatga to'xtatib turib, keyin yog'ini ulab olamiz. Mana. Qaranglar, mana bu atirgullarni ko'ryapsizlar. Shtampiyu atirgullar. Juda ham zo'r, chiroyli bo'lib ochiladi. Juda ham zo'r. Ranglarini ham qaranglar. Bir-biridan go'zal. Xillari bor. Hozir o'zlari namoz o'qiyotganlari sababli past ovozda gapiryapmiz. Shuning uchun nima qilasizlar? Juda ham narsalari zo'r. Shundan meni joyimni to'g'risida o'tiradilar. Mana shu meni joyim bo'lsa, to'g'rimda mana. Mana men bo'zdi arkani tagida joylar. Shundan o'tiradilar. Ismlari Ergashlovda. To'g'rilarda mana Akmal akam o'tiradilar. Archalar, patinalar, har xil narsalar sotib bemalol kelaverasizlar. Mana bu yerda xilma-xil archalar, mana bunaqa chiroyli gullayotgan narsalar ham kelibdi mana. Juda ham zo'r. Albatta mana archalar ham bor ekan. Mana bu gartenzalar gullashga tayyor bo'lib turibdi mana. Hech pul gartenza. 200 mingdan ekan narximi? Mana anu narsami menmi? Nima edi bu narsa? Nima san dedim. Yaponskiy kulyon bu. Juda ham chiroyli. Mana qo'llardagi bo'lib qizaradigan, chiroyli bo'lib. Nech puli bu? Kulyon. 100 ming? 150 ming. Mana qo'layotgan dastavka qilib chiqarib beradilar. Bemalol kelaveradilar, bunaqa kichkina archachalardan ham kelgan. Qaranglar. Juda ham go'zal. 1
Amala ham gullabdi. Vigella. Bu karli kivi sortimi Vigellan? Juda ham zo'r. Nech pul bu? Vigella 250 ming ekan. Bu lekin juda zo'r gullaydi. Mamtda mana anaqa mamnaqasi nech pul? Magnolia'ni Little James sorti, yoshligidan. Nech pul bular? Magnolia. Juda ham zo'r archalar ham. Mana orqada ham magnoliyalar turibdi, chiroyli bo'lib. Archalar. Ana oldilarda kivi turibdi, kivi daraxti. Nech pul u kivi? Bitta tipini o'zi hosil beradigan er-xotin 400 mingdan ekan. Er-xotin bitta ekan. 400 ming. Anaqa golubika ham bormi? Keladimi yana? Bu kattasi ekanmi? Mana bitta golubika bor ekan, mana. Nech pul bu? 250 ming. O'sha gullayaptimi bu? Mana bunaqa bo'lib gullayotgan ekan. Mana shu bozorda pishib berganmiz-da. 350 ming dedingizmi? 350 mingdan. Mana shunaqa qilib bemalol kelaverasizlar. Mana to'g'rilarda atirgul, to'g'rilarda archa. Bu yoq to'g'rilarda mana. Do'da o'qib oldingizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sizni endi bundoq bizani YouTube'da video yurg'izamiz-da. O'shanga sizni endi bundoq videolarga olib chiqazamiz, xafa bo'lmaysiz. Qanday bo'larkan? Qanday bo'ladi deydi-yu. Qanday bo'ladi? Hop. Atirgullaringiz nech puldan, nima, qanaqa sortlari bor? Atirgullarimiz hammasi o'zimizni mavsumga moslangan gullar, shtampovilar, qirqog'aylarimiz bor. Hop. O'zimizda oddiy ajoyib atirgullarimiz bor, hidlilari bor, hidsizi bor, ko'rimligi bor. Hammasidan bor. Xudo xolasa, bu yog'i go'zal. Ha. Bu yog'i go'zal. Bu yog'i faqat gullar. Arzon nisbatan. O'zlari dehqonlar. Dehqonchilik nisbatan arzon. Kim kelsa ham bu dargohdan norizo bo'lib ketmagan, hammasini kelishtirib beraveramiz. Bonuslari ham bor buning ichida. Ana qaranglar. Hozir men bitta obunachim keluvdilar, Muhammad Ali menga bu atirgul kerak dedilar. Olib keldim oldilariga. Men endi o'yladim, shu aytgan narxlarda bersalar kerak, tushmasalar kerak deb o'yladim, yo'q. Fikrimizni 180 emas, 360 gradusga o'zgardi. Aytgan narxlardan yanada ancha pasaytirdilar. Yana bitta zo'r, buyushi, hidli atirgul qo'shib berdilar chiroyli qilib. Mana bu sizlarga mashhur bo'lgan kubanskiy atirgullar bo'ladi. Kubanskiy bular hidli bo'ladi. Hidi bo'yicha uncha-munchasiga dam beradi. Uni karlikivi sortlari ham bor. Bu o'zi karlikivi sorti, mana shu buyushi atirgulni nodalaridan olib turib karlikivi qilib chiqazilgan. Bularingiz nech pul? Kubanskiylar 200 so'm, 180 so'm ham qilib beraveramiz. 200 so'm, 180 so'm qilib berarganlar, juda zo'r. Oldingi videolarimni diqqat bilan eshitgan bo'lsanglar, mana shunaqa atirgullarni reklama qilganmiz. Ular buyushilari 250 ming, shtamplari 280 ming, 300 ming, 250 ming atrofida edi. Hozir 200 ming deyaptilar. Undan yana 20 ming o'tib 180 ming qilib beryaptilar. Bu juda ham zo'r. Haqiqiy dehqon odam ishi. Mana qaranglar, juda ham zo'r. Piona obraznilarni ham buyushi sortlari bor. Mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bular ham shu 200, 150, 100 ming atrofida qilib beryaptilar. Juda ham zo'r. Mana bunaqa sizlarga mashhur bo'lgan taniqli Chorniy prins sortlaridan. Juda ham zo'r. Bularning narxi 50 mingdan. Mana juda ham zo'r. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bitta mana qaranglar. O'zlari ekib yetishtirganlarning rasmlarini ham qo'yib qo'yganlar. Mana telefon nomerlaringiz ishlaydimi? Mana bitta telefon nomerlari bor ekan. 93lik 565 64 30. Mana hammasi mana ishlar ekan. Hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilib, Toshkent shahari bo'ladigan bo'lsa, Yandex orqali chiqazib bemalol sizlarga yetkazib beradi. Ko'ngilingizga manzur bo'ladiganlardan. Mana hidlilardan qaranglar. Zo'r deyvashi, buni ekkandan keyin buni tegida ko'kshorlarni damlab olib, maza qilib, o'tirib, oyna jahon orqali bizani tomosha qilib, bu gullarni xillab o'tirsanglar, qanaqa maza qilasizlar. Men har doimgidek bilasizlar, sizlarga eng kerakli
eng qiziqarli bo'lgan narsalar haqida ulashishga harakat qilamiz. Juda ham zo'r narsalar, maqtash emas. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari juda ham arzon mana. Ko'rasizlar, hamma yog'i atirgul. To'da? Juda ham zo'r. Telefon nomerlarini ham eslatib o'tdik. Bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Toshkent shahrida yashaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib mana bugungi video obzorlarimizni sizlarga olib ulashishga harakat qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doimgidek muhommadarini Oynajahon orqali tomosha qilishda davom etinglar. Kasal bo'lmanglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyalarni intizorlik bilan kutyapman. Kommentariyalarni juda ham chiroyli qilib yozyapsizlar. Maza qilib o'qib, nastroyeniyamizni ko'taramiz. Sizlar bizga motivatsiya beryapsizlar. Biz sizlarga juda ham chiroyli bo'lgan narsalar haqida video obzor qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bugun buvijonimizga kelmaganliklari sababli bugun buvijonimizni videomizga qo'shmadik. Kecha buvijon haqida juda ham chiroyli kommentariyalar yozdilar. Uni o'qib berdim. Juda ham xursand bo'ldilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Sizlar bilan har doimgidek muhomadali bo'ldi. Charchamanglar.